Mana onasi, bozorlikda ham qilib oldik. Uyga borib bir chiroyli osh qilgan, bir oilaviy bir o'tiraylik bolalar bilan. Ha, Saydullo, kecha yaxshi ham pul berib turgan. O'sha berib turgan pulimga bozorlik qilib kelyapsanmi xotining bilan? Ha, kecha pul kerak deganiga 1 million qarz berib turdim-da, o'shani aytayapman. Nima qilshyapsan? Kecha pul kerak bo'lib, itga ham tiz cho'kmoqchi bo'lib turganingda men kor keldimmi? Dadasi, yuring, shularga teng bo'lmang. Buni qara qilgan shuni. Ha, rahmat oshna. Ha, yaxshi ham berib turibsan. Ha, bugun ro'zg'orligimni qilib oldim desa, olamgul ustonada men xursand bo'lib qolardim. O'zi odamlarga yaxshilik qilib bo'lmay qolibdi oshna. Ha, shunday degan. Mana u senga. Tushunmadim. Nimasiga tushunmaysan? 1 million qarz berganmiding? Mana oshig'i bilan. Qolganiga ko'ylak lozim olib, xotining bilan turuklarga borgin, xo'p? Nimaga ko'karyapsan? Erkak kishi qilgan yaxshiligini minnat qilmaydi. Minnat qildimi, demak u ayol kishi. Ha, yana aytgancha. Menga telefon qo'yurmagina, xotinim rashshiroq. Sen bilan urushib yurma.